Bugun 24-mart. Butun jahon silga qarshi kurash kuniga bag'ishlangan kun hisoblanadi. Bu bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi, Respublika OIDSga qarshi kurash markazi hamda Sog'liqni saqlash bosh boshqarma tomonidan Toshkent shahar OIDSga qarshi kurash markazida tadbir uyushtirilyapti. Bu tadbirda qatnashib kelayotgan xodimlardan, mutaxassislardan bu Toshkent shahar fiziatriya pulmonologiya dispanseri, Toshkent shahar fiziatriya pulmonologiya shifoxonasi rahbarlari, xodimlari bilan birgalikda bugungi tadbirimiz o'tkazilmoqda. Bu tadbirimiz har yili 24-martda o'tkazilib keladi. Mana bu yil ham bu tadbirimizni 24-martda mana bugungi o'zimizning markazimizda uyushtiribmiz. Sababi OIV infeksiyali bemorlarni har bittasini dispanser nazoratiga olganda o'z vaqtida biz bilan tuberkulozga tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun markazimizning o'zida bu sharoitlar juda yaxshi tashkil topgan. O'zimizda sifrovoy rentgen apparatimiz mavjud, gen ekspert apparatlari bor bizda. Bu bo'yicha biz kelgan har bitta bemorimizni dispanser hisobiga olib, ulardan o'sha rentgen apparatlarda, gen ekspertlarda kerak bo'lgan tahlillarni o'tkazib, diagnostikasi o'tkazamiz. Agarda bo'ladi bu tuberkuloz kasalligi aniqlanadigan bo'lsa, fiziatriya pulmonologiya dispanserlariga biz bu bemorlarni yo'naltiramiz. Bemorlarimiz agar o'sha tub dispanserlarda ham shu kasallik haqiqatan tasdiqini topadigan bo'lsa, unda fiziatriya pulmonologiya shifoxonasiga, statsionarga davolashga yo'naltiriladi. 24-mart kuni butun jahon silga qarshi kurash kuni. Fiziatriya sohasida bu kun juda ham katta bayramona ruhda o'tkaziladi. Tarixiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, 1882-yil olim Robert Koch tomonidan fiziologlar jamiyatida sil mikobakteriyasini aniqlagandan keyin bu kunga butun jahon tuberkulozga qarshi kurash kuni deb nomlangan. Oradan mana deyarli 150 yil vaqt o'tibdiki, fiziatrlar jamiyati shu kunni bayramona ruhda o'tkazadi. Bugun Toshkent shahar OIDSga qarshi kurash markazi va Toshkent shahar fiziatriya pulmonologiya markazi hamkorligida Toshkent shahridagi butun fiziatriya muassasalari bilan birgalikda shu tadbirni o'tkazyapmiz. Bunda o'tgan davr davomidagi bo'lib o'tgan muammolar, kamchiliklar va erishilgan yutuqlar ko'rib tahlil qilib chiqildi va bundan keyingi kelajakdagi qiladigan ish rejalari kelishib olindi. Bunaqa tadbirlarni ommaviy tarzda o'tkazishimiz tegishli mutaxassislarni hamkorlikda, birgalikda integratsiya ishlashda yaxshi samaradorlik ko'rsatish maqsadida juda ham o'zini nafini, samarasini ko'rsatadi. Bugungi tadbirimizda markazimiz fiziatr tomonidan ham prezentatsiyalar o'qib eshittirildi. 23, 24, 25-da qilingan ishlar bo'yicha prezentatsiyalar o'qib eshittirildi. Shahar fiziatriya pulmonologiya dispanser tomonidan ham ma'ruzalar, prezentatsiya ham o'qib eshittirildi bizda. Raqamlashtirish bo'yicha gapiradigan bo'lsak, hozir elektron dasturda OIV infeksiyasi bo'yicha OIDS slujbasini o'zini raqamlashtirish elektron dasturi mavjud. O'sha elektron dasturlar mavzusi bo'yicha savol-javoblar o'tkazildi. Ishtirokchilar o'rtasida o'zidan takliflar berildi bizga. O'sha takliflar ham inobatga olinadigan bo'ldi. Shu takliflar asosida kelajakda Xudo xolasa birgalikda fiziatriya pulmonologiya markazi bilan OIDS markazlari hamjihatlikda birga ishlash to'g'risida gapirildi. Bundan tashqari Respublika OIDSga qarshi kurash markazi tomonidan kelgan mutaxassisimiz ham savol-javoblar bo'ldi. Ular tomonidan berilgan takliflar ham ko'rib chiqiladigan bo'ldi bizda.